baxtiyor zamanımızda biz yaşkımı bile kireyli. O baxtiyor zamanımızda biz yaşkımı bile kireyli. Üstünde mutlak koygunum bir amini koymam gaflet, bir amini koynam gaflet. Şu almidek kızlar halidin neyi kındar kaplet beklet. Şu almidek kızlar halidin neyi kındar kaplet beklet. Kolum pıska pulum gitmez, addi bulgan toyimiz eder, addi bulgan toyimiz eder. Da 70'ke kirip tok bugün, şu emez mutabık muhabbet. Da 70'ke kirip tok bugün, şu emez mutabık muhabbet. Beş balanın ummak alisi Kerimidok bizde hiyap yaş, Kerimidok bizde hiyap yaş. Yüreğimde otun bağımay, yarışı doğa bizge moyuz yaş. Yüreğimde otun bağımay, yarışı doğa bizge moyuz yaş. Yürşüraylı ummak mumoyan, o yaşlıkını eslep dileyli. Yüz yaşkımı bile kireyli. Salam. Muşu İpek Yıldaki, Narat İpek Yıldaki sadası sahnesiga kelgenlikimge nayt xursandman. Men üzden 75 kirdim. Sanat öte yürgümde muhabbetim kuchliq. Şoň men aş balamni qanday bolsun dep bu sanat yolunda menga ügetken. Rahmet ustazlar, hemminglar japa çekdinglar. To'liq gap qilolmayman endi. Şuşki gap kılanmayla men çıkayma. Man karısıla. Men hamda to'liq gap qilolmagandan oddiroq gap qildim shu. Shu Yipek yo'liga sanisi kelganligimga nayt xursandman. Cho'ng baxt eslayman o'zimni. Rahmat ustoz, hammanglarga, ko'rilmanlarga rahmat. Rahmat aka, rahmat. Rudy sen de bakayım. Salam. Mantuluma. Yaxshi Muşu ottağan 6 ustaz, men bilen 7 ustaz degendek İpek yo'lidagi barliq xodimlar nomidan bir dasta gulni o'zlariga taqdim qilaman. Rahmat. Burundan naqsh aytamdingiz. Men shu 7 yoshimdan tortib radiolarda shu Patam Qurbon ko'la shu naqshlarda etizliqdagi yog'och radiolar bor-ku. İdarada. Şuningdan anglab, o'zimga tug'ma bo'g'achqa havas qilib zat unutmay keldim. Yaqindan beri anandikan bu Bo'rtala shaharlik noilik san'at emeklar teklif bilan sırt qo'yganda chiqqanda olib bordi. Usulni chiroyli o'ynaydi ekansiz. Usulni yaxshi. Mushu mumuyim degan naqsh o'xshaydi bu, ha?
Bu nakşa hemmimizni bir oyga sep qo'yadi. Nemishqa deysizlar? Masalan, men mingdan ortiq she'r yozibdiman. Hozir tehi mumiyum yoki ayolim deb bir parcha yozmabdiman. Men xijil bo'lib qoldim. Qarang. Demang, sizdan o'rganib turgan bu. Ay shu naqshiga o'xshash 100 yoshdan eshib ketishingni umid qilaman. Rahmat. Uningdan keyin Adila bir pichirlab qoldi. Mushu tag'am bir musiksiz bir naqsh aytib bersa deb. Bir aytib boqamsiz? Akilanga men gulni men tutib turay. Mush Muxtar Bug'ra ijod qilgan bir kublit naqshini huzuringizga taqdim qilsam. Tek tek salma cinimga tek tek salma cinimga nevreng bilen oynaptı kelmey tuğayinimga Feyze. nevreng bilen Voy. oynaptı kelmey tuğayinimga Yaşlığa kanmıdım Susurbay bergen Yaşlığa kanmıdım Yaşlığa kanmıdım Rahmet Ben bir işkiniz gerçekten çidemedim Cuma. Aldı bile teniniz salamet olsun. Rahmet Abi dediniz 75 kirip durup bir xil hissiyatga bay. Manda bizning ustozimiz siz. Rahmat. Ondan sonra 7 yaş vaqtingizni tatib peshqadam ustozlarning radio naqshini anglab menda o'rgandim dediniz. Nurg'un tirishchanlik bilan mana. Rahmat Ondan sonra ovozingiz baladek turibdi. Hech qanday xayrli ovoz yo'q. Birinci olab ömrünüz uzun olsun. Rahmet Bunundaki ailenizz xotirjam, san'at yo'lingiz texmi parlaq bo'lsin. Diginiz kelsin rahmet Salomat bo'ling. Rahmat. Ben oğucuşumda karvisim ketdi. Sizdek müştak atsının boğalığının hem sanat cihetini qo'llab, hem şu turmuş cihetini, hayatını qanday yaşash cihetini, sanatni qanday söyish cihetini sana bir ustaz oğudek bir atağınınki yeni de boğunudan ben bir xil qizg'inib ketdim. Raskem ömrünüzde uzun olsun, altın teninizde salamet qilsin. Muşu ishtiyaqınız, muşu sanatga bo'lgan rishtingiz, ishtiyaqınız texim o't bo'lib kuyib sizni uzun ömürlerge Rahmet Aka, hoş geldiniz. Hoca ağayla biraz adil adam degandek acayip baxt ekansiz Cuma. Men rasmiy akimiz mishada naqshat kentda dadimiz. Men xuddi bir o'zimning dadamning kichik vaqtlarimda shu dadam duttachasilikqa, quluqim duttanlikqa demisingda yiqib anglab yiqimliq bir anglab ketdi. Aş toyğuğa yana bir qilib qaytganda qancha bir genç bo'lib qoldim. Hayajonlanib qolib qoldim. Akatingiz salomat bo'lsin. Rahmat. Uydagilar hammasi texdim salomat bo'lsin. Matkuanka, xush kelibsiz İpek Yolu Sadasi programmasiga. Mush programma orqali sahnada sizni ko'rib, intayin xush bo'ldim. Nimaga desingiz? Matkuankam bilan men tanishganimga 10 necha yil bo'lib qopti. Ben şu 10 necha yilning oldida basam Börtalaga Matkuankam hozirgi holatidagi Matek hozirgi kagicha 10 necha yil o'tibdi, tek shop etib turibdi. Meni aksidek ko'radim. U vaqtida biz balitok hozir biz xili cho'ng bo'lib qoldik-da, qirib qoldik. Lekin siz shop etib turibsiz. Ya'ni sizningki mushunda naqshlaringiz bilan mushunda ro'y holatingizda yana 50 yil 100 yil turishingizni chempionimizni umid qilamiz. Salomat bo'ling. Rahmat Matqurbanka aka xush kelibsiz aldilan. G'uji o'zimning yaqin og'insi biz sizning oldingizda cho'ng bo'lgan 10 necha yil bo'ldi. Endi ba'zilarimizning dadisi va shunday sizga o'xshash timan turib o'zining naqsi bilan balasiga madad berdi. Ba'zilarimizning dadisi o'zining teksti bilan, she'rlari bilan madadini berdi ekan. Endi Matquvankamni manda desek, endi
biz haqiqatan biz bugun haqiqiy chavak chog'idek odam. Shu Abay degandek shu 7 yoshdan 70 yoshgacha partiyani madilab, naqsh etib, eli ham shu Bo'rtalada aş partiyani madilab naqshini aytib, keng tomoshabinlarning huzuriga sunib, aldığın neçə yıl burun Beijing'e ataytın üzü berip nurg'ulg'an katta uyallarını qo'yib keldi. Müşündaq yaramlıq bir farzandni, og'inemni yetishtirib cho'ng qilganingizga ko'p rahmat. Ömrünüz uzun bo'lsin. O'g'illari aş naqshi aytib chiqsa, mushunda qizil o'rindiqda o'tasa, sandi bo'lsa, qanday bo'lib ketiladi? O'yin qilma. Shunda xushal bo'lib ketaman. O'zimninki ishtiyoqim yosh bola vaqtimda, o'tdek chog'larimda bu san'atga shunda izlanib, berib, kelib, shu qo'g'lab turib qilgan yerlarimda o'ylasam, shunda faxrlanaman. Tog'dek, deryodek shunda xushalmen. Onun üstüge yana muşu Şinjan'daki bütün men bu yoqqa barinmasman. Menda Ucunun tatısı olamsız deydi. Ba'zida yaxshab. Ba'zida deyman. Balani yaxshi tarbiyalabsiz. Şinjan bo'yicha ataldı balаңыз deydi. Endi men ularga deyman. Vay bir hoca naqsh aytanda Ürümçi deganda ne balla deysen. Men deydi. U odam mu jiq deydi. Mihrishab o'xshamaydi. Naqshchimi, usulchimi jiq. Biroq naqshning muңi bo'ladi, mehri bo'ladi, balаңызga yetmaydi. Siznimi to'la og'zi qilib Muxtar Bug'ra bu Şinjan'daki san'atni Rahmet. Endi yana bir savol so'rayman. O'zlarini Matqurban deydi ekan-ku. Matquvan demti buron. Bro, Matquvan boy deydi. Apamniki, dadamning qo'ygan ismi shu. Shunda o'zlarini şu hotellikmiki deydi ekan, nalik o'zlari? At sho'riqdi. Tamam. Mana. Boshqalar qisqayotgan temicho mushunmi? Hammasi gap qildi hamda g'ujum bir gap qilib baqsinmi yo o'yda gap qilgan ekan bo'ldim. O'zining ixtiyori. Aldı bilen, mana dadamni tabriklayman, men pek hoşuma gitti hozircha. Nimishqa dadam davamlı qo'ydi turib deb qo'ydi-ku. Sen bu denizga chiqqan vaqtda xo'sh bo'lib ketman. Mening arzuyimda men bir o'qib, naqshda san'atda o'qib bir denizga chiqsam deydim. Ama men yetemga arzum seni yetkizdim. Men shundan xo'shulaqlab deb dadam menga davamlı deydi emasmi? Xuddi men o'zimni san'at o'taga vaqtimda dadam o'tirib, dadam arzu nishonlarga yetyapti deb qarayman. Bugun dadamniki shunda cho'ng sanda naqsh aytganini ko'rib bek hayajonlanib ketdim. Endi ustozligim rahmat aytman. Dadamni mesela şunda yaxshi gaplarni deb ilhomlarni berib qilyapsizlar. Dadamning umrining uzun bo'lishini, ash naqsiri degandek 100 yoshga kirishini, men buvay bulab yana bir buvayni ko'rishimni chin yuragimdaman. Rahmat, bola rahmat. Bu şu aldığımızda o'tgan ustozlarninki tileklari yug'urilib, bizning tileklarimiz bilan birga o'zlarininki baxt yulduzning to'lim ko'kda bo'lishini umid qilamiz. Ondan keyin taza şu 120 girip neye vasıldır basıldır mı? Oğulları bizden kalsın. Özleri kayıtqa vaxtda şu Naraddinki sütüden neçe yiyecek, endin Ahmet'nin un yağlarıdan özleri üyetip birme. Menenki azırak köngülüm cuma. Bunda olsa mağa güllerin tutsular. Maqul, rahmet emse. Rahmet, maqul. Ustoz aman bulağlar. Maqul, rahmet.